Bu yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finaliga chiptalar allaqachon $2 million dan ortiq narxda sotuvga chiqarildi. FIFA saytining 19-iyul kungi final uchun chiptalarni qayta sotish va almashtirishga bag'ishlangan bo'limida narxi qariyb $2 million lik 4 ta chipta sotuvga qo'yildi. New Jersidagi MetLife stadionida bo'lib o'tadigan final o'yiniga 4 ta chiptani sotib olish uchun $9,2 million sarflashga to'g'ri keladi. E'tiborli jihati shundaki, darvoza ortida joylashgan xuddi shu sektordagi boshqa bir nechta chiptalar ham nisbatan arzon narxda $16 ming ga sotuvga qo'yilgan. FIFA vakilining izoh berishicha, tashkilot chiptalarni qayta sotish bo'limidagi narxlarni nazorat qilmaydi. Kanada, Meksika va AQSh birgalikda mezbonlik qiladigan va 11-iyun kuni boshlanadigan turnirga chiptalar narxi yuqori bo'lgani uchun tashkilotchilar allaqachon tanqidga uchragan edi. Eslatib o'tamiz, turnirda 48 ta milliy jamoa dastlab 12 ta guruhda, so'ngra play-off bosqichida sovrin uchun kurash olib boradi. O'zbekiston, Iordaniya, Kyuraso va Cabo Verde milliy jamoalari birinchi marta jahon chempionatida ishtirok etadi.